Navbatdagi lavhamiz fuqaro murojaati asosida tayyorlangan. Xabaringiz bor, To'palang Termiz mega loyihasi asosida To'palang suv omboridan 12 ta tumanga toza ichimlik suvi yetkazib berish jarayoni davom etmoqda. 2025-yilning 1-dekabr sanasida Termiz shahridagi aholi xonadonlari ham ushbu suv tarmog'iga ulanishni boshladi. Biroq aholi vakillari tomonidan suvning tiniq kelmayotganligi yuzasidan ko'plab e'tirozlar bildirilmoqda. Ijodiy guruhimiz aholi vakillaridan biri bilan uchrashib holatni o'rgandi. To'palang Termiz mega loyihasi ishga tushirilib, Termiz shahriga ham To'palang suv omboridan toza zilol ichimlik suvi kelishi bilan mana shu Termiz shahridagi suv ta'minoti masalasi yaxshilanishi va aholi toza ichimlik suvi bilan ta'minlanishi kerak. Bu quvonarli hol, lekin mana shu suv omboridan kelayotgan suv 1-dekabrdan boshlab Termiz shahriga ulangandan buyon uning holati mana shunday holda kelyapti. Xo'sh, bu suv qachon toza bo'ladi va mana shunday suvni ichishga va foydalanishga majbur bo'layotgan aholi vakillari qanday yo'l tutishlari kerak? Mana shu savollarga bugun javob topamiz. Уже 2 месяца вот эта вода вот такая. 2 oydan beri mana shu ahvol. Biz shu suvni ham ichamiz, ham yuvinamiz, ham kir yuvamiz. Nahotki hech kim qayg'urmaydi? Bir necha marotaba telefon orqali suv ta'minoti idorasi bilan bog'landim. Murojaat qildim. Yog'ingarchilik tufayli sel kelganini va suv xiralashib qolayotganini aytishyapti. Lekin shaharda suv maxsus filtrlardan o'tgan holda kelishi kerak-ku. Shunchaki daryoning suvini qo'yib yuborishmasa kerak. Har safar bugun toza bo'ladi, ertaga toza bo'ladi deyshadi, lekin hech qanday o'zgarish yo'q. Biz chiqayotgan suvning iste'molga yaroqli yoki yaroqsiz ekanligini aniqlash maqsadida viloyat sanitariya epidemiologiya xizmati bilan bog'landik. Ular bizga Surxondaryo suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati mutaxassislari kelib suvdan namuna olib yuborishlari lozimligini, shundagina suv belgilangan tartibda laboratoriyadan o'tkazilishini ma'lum qildi. Bular xo'jalik yurti subyekt hisoblanadi-da, buni vodokanal bilan hamkorlik qilmasa, keyin bu noqonuniy tekshirish bo'lib qoladi. Suvni olib kelib obsesga topshirsin, hech qanday gap so'zsiz bepul hech narsani tekshirib beramiz. Suv ta'minoti korxonasi esa bizga telefon orqali mutaxassislar yetib borishini aytishdi. Biroq bir necha soat o'tsa hamki hech kim kelmadi. Ular bilan qayta bog'landik. Hozir iloji bo'lsa biror bir xodimlaringizni jo'natsangiz, shunga oydinlik kiritsak yaxshi bo'lardi. Hozir suvni o'zingiz ko'rdingizmi? Ha, o'zim ko'zim bilan ko'rdim, ha. Qanchada keladi? Hozir bog'lanang aytaman. Hozir laborantni ham nimani ham topolmayapman-da. Hozir bartaraf qilinib, 6 ta qum filtri ishga tushgan. Tarmoqdagi qolgan endi u To'palang bilasiz 245 kilometrdan kelyapti. U narsalar mana Bandixon, Qumqo'rg'on, Sho'rchi, bizda 8 ta rayon bo'ladigan bo'lsa, hozir 6 ta rayondagi toza bo'ldi. Endi shahardagi oxirgi tochka chiqib ketadi-da, qolgan tarmoqlarda chiqib ketadi, o'sha bilan top-toza suv bo'ladi endi. Endi unga qancha vaqt ketadi? Uzog'i 1 sutka vaqt ketadi. 1 sutka ham emas, yarim sutka. 1 kun, 2 kunda demak xonadonlarga suv, toza suv borib qoladi. Lekin buni ham tarkibini tekshirtirishgan, chunki u ozgina mutli bo'lgani bilan unchalik yaroqsiz degani emas. Bu mana uni odamlar hech qachon qo'rqmasligi kerak, zaharli bo'lish zaharli emas demoqchimiz-da, tushunyapsizmi? Hech kim kelmasligi bizga ma'lum qilingandan so'ng tashkilotga o'zimiz bordik, biroq savollarimizga javob bera oladigan hech bir mas'ul shaxsni topa olmadik. Mutaxassislar xabar bor, lekin mutaxassislar nima aytayotgan, rayon chiqib ketganda. Albatta, bu loyiha voha ahliga chinakam quvonch keltirdi. Buning uchun katta kuch, mablag' sarflanmoqda. Bizning maqsadimiz suvning biroz xira kelayotganligi uchun aybdorni topish emas, balki shunchaki xalqni qiziqtirayotgan suv nega toza kelmayapti va qachon bu holat to'g'rilanadi degan savollarga javob olish edi xolos. Xulosa o'zingizdan.